Boyda bolasi, ko'rinishim qalay? Bugun ataylab sizlar uchun mana shunaqa prikit sotib oldim o'zimga. Meni ko'rinishga baho berib ketasizlar, kommentariyada o'zingizning fikrlaringizni yozib ketasizlar. Qanday turganini eshitishim har doim kommentariy ko'p yozsanglar, mana shunaqa kiyinib chiqaman. Endi uyda obzorini boshlaymiz. Oktyabr kelganmiz, namunali uylar, 2 sotiklik 3 xonali uyimiz. Mana shu ko'rib turgan uylaring sotuvga qo'yilyapti. Uyimiz remonti dahshat qilingan. Bu o'zimning o'rtog'imning uyi. Mana bu yon tomondagi ko'chasi, bu tomon tartsovoyni ko'rasan, o'zi uchun mehr bergan, oxirigacha fasadlarni remont qilib qo'ygan. Mana orqa tomonda ham bemalol bitta mashina qo'yib kirsa bo'ladi. Bu o'rtog'im bor ko'rasa qushlarni sevadi, mana bunaqa qushlar, tabiatlar qilib qo'ygan. Hozir maytda uydagi suvga e'tibor bermaysizlar. Bu basseynni hozir suvini to'kib, o'rtog'im suvini chiqaryapti hozir. Mana bu tomonda ham o'rtog'im oshxona qilib qo'ygan. Mana o'tiradigan katta zali, bu tomonda oshxonasi. Bu qo'shimcha binosi. O'zi bilasizlar, hamma joyda 3 xona bo'ladi, lekin men o'rtog'im 4 xona qilib qo'ygan, plus yana bitta oshxonasini qilib qo'ygan. Mana letniy kuxnyasi o'zi uchun buni qilgan. O'rtog'im borki, xullas hammasini o'zi uchun qilgan. Mana bu narsalari, короче, uyda ichida nima qoladi, nima qolmaydi, uni o'zlaring meni o'rtog'imning telefonida gaplashib olasizlar. Tepasiga o'rtog'im moshina navesib qo'ygan. Quyoshda deydi, sarg'aymaydi, chirimaydi, erimaydi deydi. Короче, moshinasini olib kelib qo'ygan o'rtoq deydi. Tashqarida alohida yana skladi bor. Hovlisida undan tashqari umumiy hojatxonasi bor. Mana bu hozir orqa tomondan kirib kelishimiz. Mana bu tomonda o'zi asl oshxonasi bo'lishi kerak, lekin o'rtog'im buni yana bitta xona qilib qo'yganda, bu tomonni plus garderob qo'ygan, lekin bu yerda hozir xolodilnik turibdi. Oshxonasini shunda boya aytganimdek tashqariga chiqarib qo'ygan, ham letniy, ham zimniy oshxona qilib qo'ygan. Bu bitta xonasi edi. Mana bu spalniy xonasi. Mana ko'rasiz, uy remonti, svejiy remont. Mana bu tomonda общий санузел. Boyda bolasi uyda ichida issiq suv, sovuq suv, отопление hech nimadan muammo yo'q. Hamma narsasi ideal holatda turibdi. Mana bu detki xonasi, 3-xonasi. Mana shpanerlari, mana shpaner полностью qoladi deyapti o'rtog'im. Mana bu yerda umumiy zali. Televizor ko'rib, divanchada televizor ko'rib o'tiradigan xonasi. Boyda bolasi. Pastda o'rtog'im raqamini qoldiraman. Uyda artiga 50 ming dollar so'rayapti. Bunaqa narxga men o'ylayman, oktyabrda uy yo'q. O'zlaring o'rtog'im bilan bog'lanib turib, baraka qilarsalaring bo'ladi. Ko'rishguncha.